Assalomu alaykum, tordagi barliq roman anglag'uchi do'stlar. Biz aktiv faoliyatchimiz Xalmurod Uyg'ur Elsoy yozgan Opamni izlab degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Kopenhagendan janubga qarab mengib, Gidasir degan yerdagi portda mashinani paraxodga bisib, Germaniyaning Rostok degan yeriga qarab mangmoqchi bo'ldik. U yerdan udul janubga qarab mengib, Germaniyaning siyosiy poytaxti bo'lgan Berlinga yetib boratdik. Kopenhagenda qildigan faoliyatlarimiz 10 ayning 5-ida bo'lganligi uchun u yerda to'xtamayla o'tib ketdik. Yo'lda mengayotganimizda Daniyaning g'arbida yashaydigan bir Uyg'ur yosh telefon berib, biz bilan ko'rishmoqchi bo'lganligini aytdi. Uning bilan tunji qitim Dunyo Uyg'ur qurultiyining o'rinlashtirishida bir yo'silda ilib berilgan namoyishda ko'rishib ko'p mungdashqa edik. Ko'p kitob o'qigan, masalalarga salmoqliq va ehtiyot bilan muomala qiladigan bu Uyg'ur yigiti bilan mungdashib, asralardan bo'lib qolgan edik. Uning o'ltirim ishlaridagi va oilasidagi masalalar tufaylidan charchagan boshqa Uyg'urlarga o'xshashla bu og'ir kunlarda tushkunlashgan bu yigit 2 soatlik musofirni besib, 2 yo'l kesishadigan yerga kelib biz bilan uchrashdi. U yerdan portqa mashinada 40 minutla barg'il bo'ladi. Men uning mashinasiga chiqdim. Yo'l bo'yicha telefonda deyishdan andisha qilgan masalalarni deyishdik. Uyg'urlarning erkin dunyodami o'zining telefonlariga ishonch qila olmaydigan ehtiyotchanligi hammamizga ko'ngan bir odat bo'lsa kerak. Garchi deyishgan mazmunlar sezgur masalalar bo'lmasimi, shundoq ehtiyot qilishni to'g'ri ko'rgan qarindishimning fikrini hurmat qilgan edim. U o'zgacha tafakkur qiladi. İzlengenleriga asosan va aniqlagan uchur manbalarni eskartgan holda ilmiy usulda o'zining fikrlarini o'tirg'a qo'yib analiz qiladi. Bundaq odatni ko'p Uyg'urlardan ko'rmagan edim. Shunlashqimi uning bilan mungdashishni bek yaxshi ko'ratdim. Uning fikrlarini muhim deb bilatdim. U o'zini oshkorlamay, o'z millati uchun to'kpa qo'shgan kishilarning simovili sifatida xotiramda ayrim bir obraz edi. Mushu kunda jim yotganlarni odam deyishga bo'lmaydi, deb hayajonda so'zlab ketgan edi. Norvegiyada bir to'yga borganda sirtda ayrim mungdashgan bir akamiz. Aka, biz kishilarning nima qilayotganligini bilmaymiz. Balkim siz va menga bildirmay nurg'un ishlarni qilayotgan nurg'un fidokorlar bo'lishi mumkin. Ularning qilgan ishini aptopga solmaganligidan, ishlaridan xabarsiz qilibla hammani bir tayoqda haydasak bo'lmaydi, dedim akamizning gapiga o'zimning fikrini bayon qilib. Shu vaqtlarda otasi bilan opasi tutilmagan bo'lsa, Uyg'urning taqdiri bilan chatig'i yo'q, o'zining singan ninini yeb yashayotganlar endi cho'lpon bo'lib ketdi degan sadolar chiqishga boshlagan. Shundoq baholar bilan menga o'xshash ilgari sukutda yotgan, amdilikda aktiv faoliyat qilishga boshlaganlarga bo'lgan qizg'inlikni sovutmoqchi bo'layotgan kishilar ko'payishga boshlagan edi. Ularning bahosiga qarshi chiqmoqchi bo'lmadim. Chunki demismu atam bilan apam jazo lagerlariga kirmagan bo'lsa, bu zulmning bevosita ziyonkashlikka uchurg'uvchisi bo'lmagan bo'lsam, balkim menmu xuddi boshqalarga o'xshashla sukutda turgan yoki pinhonda qo'limdan kelgan ishlarni qilib qo'yib, o'zimga tasalli topgan bo'lishim mumkin. Shunglashqa qilayotgan ishlarimga undaq yuqori baholarni berishni to'g'ri ko'rmaydim. Hem undaq baholarga loyiq emasligimni e'tirof qilatdim. Chunki zulmga uchraganda uningga qarshi zuvon chiqarish, oilasidagilarni qo'g'dash uchun qo'lidan kelganini qilish insonning tabiatida bo'lishga tegishli aqalli bir insonlik edi. Xalmurod, Misrdagi aeroportda bir Uyg'urni tutyapti. Xitoyga qaytarib berishi mumkin. Ansirab qoldi, deb menga telefon berdi Abdurahmon Hasan apandim. Uning yinida turgan kishi bilan uning inisi haqidagi ahvollarni bilgandan keyin Amerika konsulidagi tunishimga Birlashgan Davlatlar Tashkilotining musofirlar mahkamasidagi bir xizmatchiga, Dunyo Uyg'ur qurultiyidagi bir chet ellik xodimga, bir Uyg'urshunos do'stimizga telefon berib, uning Yevropa ittifoqidagi tunishlariga xabar qilishini, ahvolning jiddiyligini aytib bo'lib, faoliyat qilish jarayonida tunishgan muxbirlarga telefon berdim. Uchur yozdim. Ular arqa-arqadan Misrning Tashqi ishlar ministrligi va shu davlatdagi Yevropa davlatlarining konsulxonalari bilan aloqalashganligini xabar qildi. Munosabat doirasining naqadar muhimligini shu chaqda his qildim. Chumilidek ojiz kuchimizning shundoq munosabat doiramizdagi kuchliklar orqali
Bir tasavvurmu qilolmaydigan natijalarni qo'lga keltirgili bo'ldiganligini ko'rib hayajonlandim. Xalmurat, men sizga degan harakat plani, sizcha qandoq bo'la? Deb so'radi 40 minut men bilan mo'ngdashish uchun 2 soat musofani besib kelgan Uyg'ur yigiti. Uyg'urning fidokorlik ruhi to'g'riliq gap bo'lganda, Uyg'urda fidokorlik kamchil degan yakuni chiqargan baholarni anglasam ichim achchiq bo'ladi. Chunki mushu qarindishimizga o'xshash fidokorlikdan bosh tortmaydigan nurg'ulg'an yoshurun qahramonlarni ko'rgan edim. Erkinlik karvoni boshlanib 3 davlatni besib o'tmay turibla ko'rgan va anglagan fidokorlik hikoyalari meni ta'sirlantirgan va ruhlantirgan edi. Opamni akirib ketibdikan, putini sundirib uyga achiqib qo'yibdi, dedi Poynakbash do'stim hazil chaqchaqlariga moslashmagan tamkinlik bilan. Onun kechlab video takrorlashi, lagerlarning o'rnini tepish uchun qancha soatlab Google xaritasiga qarab o'ltirishiga Norvegiyada shohid bo'lgan edim. Onun uyidan lagerga sulangan odamlar uncha ko'p bo'lmasimi, u borliqini tahdidga etib turib, lagerdagi qarindoshlarimizni qutuldirish, Uyg'urlarning hozirgi ahvolini dunyoga bildirish uchun kunda ko'p bo'lganda 2-3 soat uxlab, qo'lidan keladigan ishlarni qilayotgan edi. Onun tormizi yo'q chaqchaqlari, sorun tanlamay udulla deb qo'ydigan gaplari sababli kishilarning uningga bergan baholari ba'zida salbiy bo'lsa-mu, uning fidokorligidan ta'sirlangan edim. Erkinlik karvonining tashviqot filmlarini asosan shu Uyg'ur yigiti kechini kunduzga ulab uxlamasdan tayyor qilib bergan edi. Adash, iliqi qizil kiyim kiygan qizning videosini ko'rib chiday olmadim, deb bo'lib ko'zlariga yosh oldi do'stim mashinaning rolini mushlab. Shu singlimizning, shuning o'xshash majburlangan singillarimizning ishbitining hisobini Alloh bizdan so'raydi. Bizdek erkaklardan so'raydi. Nimishqa ular xotirjam yashalaydigan bir muhitni, ishbitini qo'g'day oladigan bir davlatni qurib, qo'g'dab yashayolmadinglar deb so'rsa qandoqmi javob beramiz? Deb ovozini g'azabni yushira olmay qolgan edi. Majburlanganligi ko'zlaridan chiqib turgan, xuddi nuzugimga o'xshash, meni qutqizdigan erkak bormi deb qo'shaq to'g'layotgandek ko'ringan qizil kiyimli chiroyli Uyg'ur qizning obrazi yuragimizda mujg'a edi. Uning qanday qismatlarga qolganligini tasavvur qilishga betin olmagan, uning videosini ko'rib yuragimiz puchilangan edi. Nuzugimdek jasur qizlarim o'tgan tariximizda, deb so'z boshladi pakardig'moq kelgan saqqalliq Uyg'ur yigiti. Shimoliy Yevropaning qimmatlik avtobusiga qaqlanib o'tirib muhlashayotganimizda. Men nuzugimning tarixini tilga ilishni nomus qilaman, dedi bir akimiz Baltiq dengiziga bir tal yumaloq toshni atqash. Uning nima demoqchi bo'lganligini aniqroq anglash uchun uning yoniga surilib turdim. Nuzugimni yalab elib manganda aytgan qo'shiqining mazmuni yodimda qopti. Meni qutqizdigan erkak bormi deb qo'shiq aytibdi ekan. Shunchajik erkak turib uni elib qachalgan biri chiqmabdi ekan. Qo'mushliqqa o't qo'yayotganda berib, chiriklarga etilib borgan biror yurt erkagi chiqmabdi ekan. Shunga bu hikoyani boshqalarga, bo'libmi Uyg'ur emaslarga aytishni nomus qilaman, deb so'zini tushirdi. Uning so'zlariga qarshi chiqmoqchi bo'ldim, ammo nima deyishimni bilolmadim. Qandoq qilganda hissiyotni yengib, uni so'qaqqonlik bilan o'ylanib, mantiqliq bir qarshilikni o'ttirga qo'yarman deb tangirqigan edim shu vaqtda. Uydagilarni demisam, menmi o'zimni oshkorlab bir ishlarni qilg'um bor, dedi men bilan ko'rish uchun kelgan Doniyada yashaydigan Uyg'ur yigiti. Uning tangirqishida menmi bo'lgan edim. 5-iyul Urumchi qirg'inchiligi bo'lganda, Al-Soy taxallusida qirg'inchilik tasvirlangan hikoyalarni yozgan bo'lsam-mu, ammo uningdan ortiq qarshilikni o'zimni oshkorlab turib qilolmagan edim. Uyg'urlar bo'lsa, Uyg'ur oilasining cheklimasidan chiqolmay yashab kelgan bizdek bir turkum kishilarning qo'lida egisiz va qo'g'dug'uchisiz mush kungacha davom qilgan bir qaysar millat edi. Shunglashqa men pinhonda yurgunimda qarshilik harakatlarini uzluksiz davom qilgan pishqadamlarga bo'lgan hurmatim cho'nqur edi. Ularning xatoliklari, hatto men harakatchi bo'lgandan keyin menga qilgan yoshirin hujumlari bo'lsa-mu, yanala ularga bo'lgan hurmatim yo'qolmagan edi. Uyg'urlar vatanda bo'lsa, ortiq ishlarga aralashma. Yaxshi o'qigan jumi balam deb qulqiga qo'yib etgan. Chet elga chiqqandan keyinmi bizning beshimizga ish ochma, jim yur jumi balam deb qo'rqini silib qo'ygan. Shunga Uyg'ur vatanda vaqtida ko'rinadigan saqchilardan qo'rqsa, chet elga chiqqandan keyinmi shundoq saqchidan birini yurigiga silib ilib chiqqan.
O'zining soyasidan o'zi qo'rqib yuriydi. Shunga harakat qilishdanmi qo'rqidi, deb atrofdagilarni kuldirgan edi Parijdagi yig'ilishda bir pishqadam akamiz. Uning bu so'zning asli abtori yoki emasligini bilmayman. Ammo uning shundoq bir shaklda buni bizga deb berishi bizni kuldirgan bo'lsa, mayli e'tirof qilayli, qilmayli, atrofda bu gapni anglab turgan kishilarning ko'pinchisi bu gapdan o'zining soyasini ko'rgan edi. Uyg'urlarda millatchilik uqumi, milliy manfaat uqumi davlatsiz qolganligi uchunmikin uncha bek kuchlik emas edi. Bu millatga bo'lgan muhabbati kuchlik bo'lsa-mu, milliy manfaatning nima ekanligiga bo'lgan tushunchasi kamchil edi. Shunlashqimi o'zi bilan o'xshamaydigan fikrdagi kishilarni jimiqtirish uchun undaq bir qilmishning milliy manfaatimizga foydali yoki ziyonliligini o'lcham qilmayla, men bilan o'xshash fikrda bo'lmadi deb yomon ko'rishi va boshqalarga yomon ko'rsatishi xeyli umumlashgan odat edi. 2018-yili kuz mezgillari dal shundoq ichki qarshilik harakatlari, guruhlarga ayrilishning avjiga chiqqan vaqti bo'lsa kerak. Men shundoq guruhlarning orasidagi talash tortishlarda o'zimni qandoq saqlashni bilolmay ko'p tingirqiga edim. Guvohlik videolari Uyg'urlarning hozir ko'rayotgan zulmlarini isbotlashning eng yaxshi chorasi va hozir bo'layotgan bu ishlarni arxivlashtirishning muhim uchur manbasi. Shunga guvohlik videolarining tashviqotini kuchaytirish kerakdi, dedim men pishqadamga. Balam, bek yaxshi ishlarni qildinglar. Xalq harakatini qo'zg'ading. Mushu yerdimi nurg'un yerlarga borsam bek yaxshi bo'ldi. Uyg'urlar guvohlik bergashga bizmi jiq ishlarni qila olamiz, dedi. Davomlashtirg'in balam. Ammo ularning oldam xaltasiga tushib ketma. Ularning odami bo'lib qolsang, sen qaramayman, dedi meni qilayotgan ishlarimni tasdiqlagach, mening guruhlar orasidagi to'qinishda u pishqadam yoqtirmaydigan boshqalarning to'piga qo'shilib ketishimdan anisha qildiganligini ifodalab. Uyg'urning milliy manfaati uchun bo'lsa, men otamning qotili bo'lsam hamkorlashishga rozi. Shunga men odamga emas, milliy manfaatimizga foydali ish qildimi, qilmadimi, shuningga qarayman. Shu mening o'lchimim, dedim. O'zimning fikrini yoshirishni muvofiq ko'rmay. Chunki mening hech qanday bir guruhning jidiliga aralashib qilish niyatim yo'q edi. Otam bilan opam lagerlarda azoblanayotganda guruhlarning orasidagi talash tortishlarga vaqt isrof qilishni xohlamaydim. Siyosatchi bo'lish maqsadimmi yo'q. Faqatla hozirgi zulmni anglatib, zulmning to'xtashi uchun qo'limdan kelganini qilsam, vijdonimning yeniklaydiganligiga ishonatdim. Ammo siyosatga aralashmagan taqdirdimi Xitoy hokimiyatining mendek zuvan chiqarishga petnalaydiganlarni bo'sh qo'yatmaydiganligini bilatdim. Va mening boshqa chiqish yo'limning yo'qligigimi ko'zim yetadi. Dal shu sabablarmi mening nima uchun burun pinhonda yurib, siyosiy harakatlardan o'zimni qochirib, milliy taqdirimiz bilan oila taqdirimning orasidagi munosabatni e'tirof qilg'im kelmay, sukutni tanlaganligimning sababi bo'lsa kerak. Balkim nurg'un Uyg'urmi shundoq o'ylarda o'zining sukutini buzmay, pinhondan chiqmay yurgan bo'lishi mumkin. Milliy manfaatning nimaligini tunib yetishimiz lozimligini harakat qilish jarayonida his qilishga boshladim. Men ko'rgan har bir Uyg'urning birdan fojiali hikoyasi bor edi. Shundoq yakkiliklarning beshiga kelgan kulfatlar millatning bir butun kulfatining tomchilari edi. Bütün millatni nishon qilgan zulmning har bir yakkilikda ifodalanishi ba'zida o'xshashib qolatdi, ba'zida farq qiladi. Ammo ularni bog'lab turdig'ini davlatsiz bu notavon millatning a'zosi bo'lganligi edi. Xalmurod, men hozir Singapurda. Pasportning vaqti to'shib ketganlarga bir qitimliq sayohat kinishkisi berganlar to'g'riliq so'zlab ekansiz. Mening pasportimning vaqti to'shib ketib, menga shundoq kinishki berdi, dedi bir Uyg'ur ayol menga telefon berib. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Kişilik Hukuk Komisyonunun bir xodimi şundaq kişiler to'g'riliq uchur bo'lsa, uningga ta'minlashimni etqa edi. Shundaq video ishlab tarqatgandan keyin to'plagan uchurlarni uningga va boshqa bir qancha muxbirga ta'minlagan edim. Sizga desam, mening yo'ldoshim Xitoy. Biz to'y qilg'ili xeyli yillar bo'ldi. Mening nupusumnimi uning yurtiga olgan. Mening amaliyotda Xinjiang bilan bir tiyinlik aloqam yo'q. Pasportimning vaqti to'shib ketgandan keyin menga shundoq sayohat kinishkisi berdi, dedi Uyg'ur ayol menga ahvolni tafsiliy qilib tushuntirgach. Uning ovozidan qancha yoshlardagi biri ekanligini tasavvur qila olmasam-mu, yinida "Appa" deb chaqirib Uyg'urcha chuchuk tillarda gap qilayotgan bolasining ovozini anglab, diqqatim balaning Uyg'urcha gap qila olganligiga ketdi. "Balangiz borkanda ovoz bek tatliq ekan. Alloh yomon ko'zini saqlasin", dedim.
uning gapini kesib, kallamda uning yo'ldishining Xitoy ekanligi nurg'ulg'an chigishli xiyollarni tug'dirgan edi. Balasining Uyg'urcha gap qilishi mening chigish xiyollarimni texmo chigishlashtiribyotgan edi. Yevropada yashash jarayonida o'zimning his tuyg'ularini yo'shirishni xeyli o'rganib qolgan o'xshayman. Uning yo'ldishining Xitoy ekanligidek bir haqiqatga bo'lgan psixikalik qarshilik tuyg'umni muvaffaqiyatli yo'shirishga, balki muvaffaq bo'lgan bo'lishim mumkin. Shundaqdimi bir Uyg'ur qizining Xitoy bilan o'zi xalab to'y qilganligini, Uyg'urning orasida cho'ng bo'lgan biri bo'lish suputim bilan qabul qilg'im kelmasligidek bir psixikamning bo'lishi Uyg'urlarda o'rtaq psixik edi. Xitoy bilan to'y qilib, Xitoydan balaliq bo'lgan biriningmi o'z millatining beshiga kelgan zulmdan qutulolmaganligini anglab hayron qolgan edim. Nima degan yodlash eng kuchli haqdi bu, dedim ichimda. Xitoyning bu Uyg'ur ayolini bo'sh qo'yatmaganligini anglab. Achamni tutib lagerga ilib ketganligini Tailandda sayohat qilayotgan angladik. Yo'ldishimning bir do'sti saqchida ishlaydi. Ayoling qaytib kelmasin. Qaytib kelsa pasportini ilib oladi. O'zini Shinjongga berib tekshirishni qabul qiladi deb qaror bor. Shunga eng yaxshisi qaytib kelmanglar, dedi. Shuning bilan mush yerga kelib olgan. Pasportimning vaqti bir yillikla qilib tikandiq. Vaqti to'shay deganda borsak menga shundoq sayohat knishkasi chiqarib berdi, dedi Uyg'ur ayol hikoyasini davom qilib. Uning ruxsatini olgandan keyin muxbirga uning aloqa qilish vositasini bergandan keyin uning qandoq bo'lganligidan xabarsiz qoldim. Keyin uning Facebook'ida Avstraliyada tushgan rasmini ko'rib, uning Avstraliyaga ketganligini qiyos qildim. Vatansiz qushlar mayli qog'i bo'lsin yoki bulbul. Hammasi ko'chaning sovuqida dugdiyishib, yupurmaqsiz yalang'ochlangan daraxtning shoxlarida o'ltirishib, oftobning chiqishini kutmoqda. Soğuq şamallar pəsil quşlarını cənubqa uçtursa, vətənsiz quşlarını üşütüb, cəsədlərini qazanlarının arasında qurursuz halda çiritməkdə idi. Dərəxtning yupurmaqları şundaq sarğışqa başlagan sentyabrning oxirgi kunlari Berlin qarab maqmaqdimiz. Yo'limizda әйнәккә urulgan sarg'aygan qazanlardan milliy manfaat bilan shaxsiy manfaatning bog'lanishini to'liq tunib yetolmagan ruhlarni, shamollarning uchirishini ko'rgandek muңlanmoqdaman. Mashinaning sidodiyasidan Mo'minjon Ablikimning "Seg'indim vatan" nomli she'ri chiqib, yuragimni esmoqda. Ko'zlarimni namlamoqda. Stockholmdan billa yo'lga chiqib, men bilan billa safar qilayotgan akamning ko'zlaridimi yosh tomchilarini ko'rgandek qildim. Ko'zlarim namlilar gohi piraqtin. Bir Uyg'ur ko'rsam yiroq-yiroqdan. Seg'inish dengizi oshar qirg'oqdan. Men seni shu qadar seg'indim vatan. Xolmurod, biror yerda to'xtab biror stakan qahva ichib olamdiq, dedi akam ko'zdagi yoshlarni mendan yo'shirishga tirishib. Menga qayrilib qaramay turib. Shundoq, vatanga bo'lgan seg'inishning yirin xaltalarini bu naqsha teshiyotgan edi. Apamni, otamni bek seg'ingan edim. Menga vatan desa, kallamga keladigan aslimlar to'lgan yurtim turpani bek seg'ingan edim. Dadam rahmatlik bilan onam rahmatlik yotgan tuproqlarni seg'ingan edim. Ularning qabriga o'zimni etib o'ngrab yig'lab olsam, ulardan yodgor qolgan kiyimlarni chin quchoqlab purg'ach, o'ksib yig'lab olsam, bu xodin chiqarmanmi? Opamni, otamni chin quchoqlab olsam, opam atgan suyuqoshni issiq ichib olsam, buxordan chiqarmanmi? Shu kunlarni Alloh menga yana qachon nasib qilar? Shundoq o'ylarda ko'zimga to'lgan yoshlarni kuchimning boricha ko'zimning qarchuqiga yutib etishga tirishib, mashina to'xtagandan keyin may qachilash o'rnining hojatxonasiga kirib, chaplimning yoqasini ching tishlab, ovozimni chiqarmaslikka tirishib, o'ksib yig'lab ketdim. Bu kunlar menga har kelgan edi. Ota-onasining o'lik tirigini bilmaydigan yolg'iz o'g'ilga eg'ir kelgan. Ular uchun hech ish qilib berolmasligim, mag'dursizligim va chorisizligim menga har kelgan edi. Shunday qilib bu qitimli kitob o'qishimiz mush yergacha bo'ldi. Davomini kelaqatib o'qiymiz. Xayr xo'sh, Allohga